Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz O'shdagi oddiy pechkamizdan bittasi bitdi. Hozir yog' yonyapti. Old tarafga bitta kichkina duxovka qo'ydik. Bu yerda duxovkasi. Ko'mir solib qo'ydik, ko'mir yonyapti. Sekin yonsin deb tayini yoqib qo'ydik. Kuli tagiga tushadi tortmali. Pildirog'i yo'q ekan, pildirog'ini olib kelishadi ekan. Pildirog'i olib kelguncha deb mana qilib qo'yib qo'ydik. Ragachani tozalaydigani. Orqa tarafi, bu duxovkalar zakazga. Uzunligi uzun. Bozorda sotadigan duxovkalardan ancha uzun, ichkariga. Pechkaning nari tomonigacha yetib boradi. 4,5 ming so'm duxovka. Bitta butun les ketadi, 4 ming so'm, 500 so'm xizmat haqi oladi. Tozalaydigan eshigi. Bu yog'i. Pechkalarimizni narxini so'raydi. O'zimiz O'shdan bo'lamiz. Xayrli sizlar demak ko'rishadi. O'shdan bo'lamiz. Pechkalarimiz arzoni 28 ming so'm material ichida. 2 xonani istadigan bo'lsa, 1.10 gacha 90 sm dan 1.10 santimetrgacha enli bo'lsa 34 minggacha. Ya'ni 28 mingdan 34 minggacha shu ikkita xonani istadiganlar bo'ladi. Endi ikki etajli istadigan, 4 xonani, 3 xonani istadigan pechkalarimiz 43 ming so'mdan boshlanadi. Mana bularlar, bunaqa gullik. Eng oddiy pechkalardan biri bu. Kim bolalar gaplashyapti tog'asi bilan. Ha? Nima qilmaydi? Islom akani ham ko'rsatdi. Mo bola super svarchik bola. Telefon qilaverasidan nomerini chiqarib qo'yaman. Pishdiyu. O'zi bunday qilyapti-da. Ketding. O'zing o'ding.